payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Ish qilgani mana yuribdi. Agar bola chaqasini boqish bo'lsa, bola chaqasini boqaman deb yurgan bo'lsa, fi sabilillohda yuribdi. Shu jihoddaqa. Qari ota-onasi bo'lsa, qari ota-onasini boqaman deb yurgan bo'lsa, jihodda fi sabilillohda yuribdi. Birovga xor bo'lib qolmay, birovga boqimanda bo'lmay, o'zim topib, o'zim yeydi yurgan bo'lsa, fi sabilillohda yuribdi. Bir boy bo'lib, bilarni bir ko'zini o'ynatib, kimligimni ko'rsatib qo'yay deb yurgan bo'lsa, shaytonning yo'lida yuribdi. Mana mehnat qilish har xil. Bola chaqamni boqiy. Shularni yaxshi yedirib, kiydiray deb chiqish fi sabililloh. Ota-onamni yaxshi yedirib, yaxshi kiydirib, shularni bir Alloh nasib etsa